Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Erlan workout do'stlar qilyaptim. Video nima demoqdim? Skin kirish o'rgataman dedim. Xo'p, skin kirish birinchi Play Marketga kiramiz, hammada bor. Tur chiziqcha shartmi? Craft deb yozamiz. Mana chiqadi craft deb bosaman. Men ochilgan bo'lmay ketganman. O'ynashga bosib chiqib ketaman. Har xil til so'raydi. Bu ochib bo'lganman buni. Mendan til so'ramaydi. Mana bu yerda modlari. Mana Instagramda reklama. Mana do'stlar. Ba'zilari ko'rishlar YouTube'dagi skin, ba'zilari hech kim YouTube'ga chiqarmaydigan skinlar. Har xil skin kirgizganman. Sonicjon. Reklama. Do'stlar, o'ynaymizmi? Hazillashdim albatta. Yana. Ovqatlari judayam mazali chiqyapti. Voy, hali shunaqa zo'r somsalarni bilaman. Yesangiz og'zingizda qoladi. Nasib bo'lsa yermiz. Mayli, bor o'qishinglar. Avvalini chiqdi bosishimiz kerak. Launcher topamiz. Minecraft so'raydi, Minecraftni turib ketamiz. Men Minecraft tortishgan inson. Kreativ mana xudo xohlasa. Oyi, yaxshimisiz? Kecha nimadir yoqmaydigan narsa yeb qo'yganmidingiz? Chiqamiz. Ruxshona qandaydir damlama bergandi. Bunaqa skin Grand Boy'dan 100 ta YouTuber tanishlarni obunachi yo'q. Mana skinlarni topib oldim kecha. Ikki o'yinni ham topdim. Nomini undan oldin topganman. Bilmar edi. Bu hozir skini. Mana skini bitta olsam, menga o'zbekcha. Mana do'stlar. Grand Boy ismi. To'g'ri topdinglar do'stlar. Sizlar bilan Grand Boy. Maqoqantim. Cho'ta nima bo'ldi? Bam qoldi, biroq bu kirmay qoldi. Chunki Ravon. Mana. Buni o'zim chizdim, desam ishlasizlarmi? Mana skin chizimchilarni ishonasizlarmi? Chizdim desam. Ishonmanglar, topdim uni ham shudan. Endi nima bo'ladi dadasi? Sizlarga maslahatim, boyagidan chiqaringlar. Mana bu Craftor ana shu moddan kiringlar. Mazza o'sha.
ko'pchilikda yo'q skinlar. Yo'q skinlarda topasiz. Mana chiroyli skinlar rasmda. Qiz bola bo'lsa qiz bola Minecraft yaratadi. Buni qiz bola skinlar. Yerim qoldimi? Tikkat naraq o'tiringlar. Shu dajik o'tirasiz. Mana siglarim bor. Buni xafa bo'lishing kerak. Dadasi, hali qizimiz homilador Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Bo'lar boshdan qizlar. Erdo'g'on nokaut bo'ldi. Hammaga xayr.